Man tez Anderson'nikimdan narsalarimni olib, nazoratga man sirasi yo'l oldim. Kelganimda hech kim yo'q ekan. Qarasam 3 minut qolib bor ekan. Man yana spamda qaytdim. Lekin men yo'limdan bittasi chiqib, masalasim bilan qilib bo'ldim. Men yana ikkita igrok meni usha oldi. Men uni bittasi o'ldirib, ikkinchisini o'ldirmoqchi bo'ldim, jonim kamayib qoldi. Masalasi qaytdim. Men bilan yana o'ldirmoqchi bo'ldim, lekin bu safar ham jonim kamayib qoldi. Jonim to'lgandan keyin men yana chiqib bitta chuvakni o'ldirmoqchi bo'ldim. Orqamdan nazoratga urayotdi. O'shancha tezroq o'ldirdim. Sarasi spamda qaytmoqchi bo'ldim. Orqamdan nazoratga qo'yayotdi. Menda yana o'sha chuvaklar hujum qildi. Men sarasi yana pufan qilib kirishib, ularni men yana o'ldirmoqchi bo'ldim. Lekin bu safar bittasini kill qilib qaytdim sarasi. Endi sandiqda narsalarni solib, undan 3 bit o'ldirib oldim.